Menimcha MTS chaqirish kerak. Uşaq qayerdan keldi? Kim olib keldi? Xavflilik darajasi qanaqa? Buni aniqlash kerak. Ha? Yo'q. Menimcha MTS ovora qilish kerak emas. Yaxshisi ekopolisiya chaqirish kerak. Ekopolisiya kelsin. Bu shoxni kim, qaysi daraxtdan kesib olgan aniqlasin. Daraxtni qolgan qismini taqdiri nima bo'ldi? Buni ham bilish kerak. Va bu shoxni daraxtdan kesib olgan odamni topib, unga jazo tayinlanishi kerak. Ya. Menimcha ekobloger chaqirish kerak. Kesin shu yerda yaxshi bir post qilsin. Internetga joylasin. Odamlar ko'rsin. Qaysidir befarosat tabiatga naqadar katta zarar yetkazayotganini hamma bilishi shart. Qochib turing. Mabodo mashinani olib tursanglar, men o'tib ketsam. Yo, buning uchun ham kimnidir chaqirish kerakmi? Gulday muammoydi-ya. Mazza qilib muhokama qilayotgandik. Endi nima qilamiz?